Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatını bilsin. 8 fevral Yaponiyada o'tkazilgan Avam palatasi saylamida navbatda hokimiyat yurgizayotgan Liberal Demokratlar partiyasi mutlaq ustunlik bilan g'alaba qilgan va Yaponiya siyosiy sahnasidagi parlagan yulduz Uyg'ur qizi Arfiya eri Yaponiyaning Chiba 5-rayoni, ya'ni Ichikawa va Urayasu shaharlarida Liberal Demokratiya partiyasiga vakolatan saylovchilarning yuqori bahosiga erishib, 3-qatim Avam palata a'zosi bo'lib saylangan. Yaponiyada muddatdan burun o'tkazilgan Avam palatasi saylami dunyoning diqqatini tortgan bo'lib, bu saylam Yaponiya bosh vaziri Sanai Takaichi vazifaga o'tirib 3 oydan keyin o'tkazilgan. Saylamda Sanai Takaichi rahbarligidagi Liberal Demokratlar partiyasi Avam palatasidagi 465 o'rindan 316 o'ringa erishgan va mazkur partiyaning ittifoqdoshi bo'lgan Yaponiya Yangilik partiyasi 36 o'ringa erishib, Sanai Takaichi boshchiligidagi siyosiy ittifoq mutlaq ustunlikni qozonib, Avam palatasidagi 352 o'rinni egallagan. Bu qatimqi saylamda Uyg'ur qizi Arfiya eri Yaponiya siyosiy sahnasidagi parlagan yulduz, Uyg'urcha ismi Alfiya Ablat bo'lgan Arfiya eri Georgetown universitetini bitirgandan keyin Yaponiya bankisi va Birlashgan Davlatlar tashkilotida xizmat qilgan. Diplomatiya sohasida tajribasi mo'l bo'lib, uning 7 xil tilni puxta bilishi, Yaponiya siyosatidagi qarashlari diplomatiya sohasidagi muhim shaxsga aylantirgan. Arfiya eri oldingi navbatli kabinetda Tashqi ishlar ministrligining muavin ministri bo'lib ishlagan bo'lib, u bu qatimliq saylamda o'zining siyosiy nishonlarini yerlik iqtisod va turmush sifatini oshirish, mal bahosini tizginlash, nopusning oziyishi va qirishiga qarta yosh oilalarga beriladigan yordam pul va ma'rif farovonligini kuchaytirish, rayonning qatnash qistonchiligini hal qilish va tabiiy ofatlarga taqobil turish iqtidorini o'stirish davlat mudofaasi va diplomatiyani kuchaytirib, Yaponiyaning mudofaa iqtidorini tubdan kuchaytirish va axborot iqtidorini o'stirish, Amerika bilan bo'lgan munosabatni tixim cho'nqirlashtirish va qimmat qarshi o'rtaq davlatlar bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirish, xalqaro sahnada kishilik huquq va demokratiya qimmat qarashini ilgari surish, iqtisodiy islohot ilib berib, kirim bejini kamaytirish va benzin bejini tangshash orqali xalqning yukini yengiltish, Yaponiyaning raqamlashish va yangi texnik sohasidagi raqobat kuchini oshirish qatorliq bir qancha cho'ng temaga markazlashtirgan. Navbatda Arfiya eri tava bo'lgan Liberal Demokratlar partiyasi va Takaichi hukumatining bu g'alabasi Yaponiyaning tashqi siyosatda tixim qattiq pozitsiya tutishi, bo'libmi Xitoyga qarta mudofaani kuchaytirish va Tayvan masalasida aktiv bo'lishdan bishorat bermoqda ekan. Arfiya erining 3-qatim parlament a'zosi bo'lib saylanishi faqat uning shaxsiy muvaffaqiyati emas, balki Yaponiya siyosatining tixim ko'p xillikqa va yoshlarning ovoziga ahamiyat berayotganligining simvoli bo'lib, o'zi yashayotgan davlatning kelajagi ko'ngli bo'lib qolmay yana o'zining millatining taqdiri uchunmi ko'ngli bildigan Arfiyaning bu g'alabasi dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarni iftixorlantirdi. Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni nishon qilgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini davom qildirayotgan Xitoy hukumatı Uyg'ur xalqining barliq diniy, milliy an'analari, urf-odatlarini umumyuzlik cheklab, kishilarning salom duolarini jinoyat deb bekitib, tugab ketganlar uchun tilaklarini yoshirin bildirganlarga turmaga solash bilan qo'rqitib, ig'ir tahdid solmoqda. Yaqinda Xitoy ijtimoiy taratqularida tarqalgan bir qisqasin kuchli qo'lg'iliq qo'zg'agan bo'lib, mazkur sinda bir Uyg'ur ayol ma'mur Xitoyning do'yin supisi orqali Uyg'urlarga tahdid silib, ijtimoiy taratqularda qabrlarning suratlari, videolarini tarqatganlarga va vafot bo'lgan yaqinlar uchun yotgan yeringiz go'zal bo'lsin degandek oddiy tilaklarni yozganlarga bularni qattiq jazolaydiganlik haqida tahdid silib ogohlantirgan. Xitoy Sharq Turkistonda diniy tus olgan iboralarni ishlatishni jinoyat qatoriga kirgizgan bo'lib, assalomu alaykum, Allohga omonat, amin, yotgan yeri jannatda bo'lsin, Alloh rahmat qilsin degandek Uyg'urlar asrlardan bo'yi ishlatib kelayotgan kundalik odat so'zlarini butunlay cheklagan bo'lib,
Kishilar vafot bo'lganlar uchun yotgan yeri jannatda bo'lsin degandek ta'ziya so'zlarini ishlatilmaydigan, uning yeriga yotgan yeri go'zal bo'lsin degandek so'zlarni ishlatadigan bo'lgan. Bu sindiki shivisidan uning Qashqardan ekanligi va kiygan kiyimidan uning sot ma'muri yoki taftish ekanligi chiqib turadigan mazkur ayol kadrning so'zlarida Uyg'urlarning e'tiqodi va an'analariga haqorat qilgandan sirt, ota-ona urug' tuqqanlarning qabrlarini yo'qlagan, qabrlarni sing'ilib, yotgan yeringiz go'zal bo'lsin degandek so'zlarni ijtimoiy taratquga chiqargan kishilarning haddini bilish kerakligi, bo'lmasa shamilni yig'adiganligi, turmaga solaydiganligini aytib, ig'ir tektis so'zlarni ishlatgan. Navbatda Uyg'urlarning meyit namozi va qabristonliklarimi Xitoyning terror siyosatlarining nishoni qilingan bo'lib, Xitoy ijtimoiy taratqularida tarqalgan bir qism sinlarda Uyg'urlarning betondan yoki pishqishdan yasalgan qavatli qurilishlarga majburiy dafn qilinayotganligi, sirtidan qaraganda Uyg'ur mozorliq ekanligini farq etish mumkin emasligi, islomiy yo'sinda meyit uzitishdan so'z ochqili bo'lmaydiganligi ko'rsatilmoqda. Mazkur ayolning so'zlari Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatlarini pash qilib beradigan bo'lib, paltining sepi yog'och bo'lganidek bir qism Xitoyga setilgan nafsoniyatchi milliy munofiqlar bu jinoyatlarni aktivlik bilan ijro qilmoqda. Fikrini aldı köpçük. Həminlərinin iş vaxtı xeyirlik bolsun. Və doyun film işləb çıxıratan bəzi bir turqu adam. Maaşda diqqət qılınlar. Əmsizlik adamın şamal jığıdan vaxt gəldi. Doyunga qabristanlıqda çıxırıb, ölgən adamın resmini çıxırıb, yatqan yerin güzel bolsun, ondaq bolsun, bundaq bolsun deb çıxırınlar qıla. Burunqılar nə deyəsə, keyin şundaq yerdə yatıda, işini oqıda yatmayda. Doyunga ölüp gitken adam çıkırıp koydu ekansilar. Doyunda tırıldırıp koyduğun adam barma. Ne işle tыныç yaşamaysılar? Can kapatmaytamsılar? Hiç kim kılmagan işte sizler kılsızlar. Tыныç yaşamamsılar? Bir ming poku minge edip bir sizler poklağındaydı da bir neşsini kabık dağıt vatkalı bağ. Özlerni bilisizlar. Sildiklarni shamal jig'ida vaqt keldi. Men eskartib qo'ydim. Yana shunday qilib qilinglar qana. Men jon patmagan bo'lsanglar patadigan patsizlar. Patqizimiz. Meni ko'plab taqib qo'yinglar. Xitoy xalqiliq mineral moddalarni monopol qilayotgan va buni kozir sifatida boshqa davlatlarga qarshi ishlatayotgan bir vaziyatda Amerika bu ahvolni o'zgartirish uchun jiddiy harakat qilayotgan bo'lib, o'tgan hafta 50 necha davlatning vakillarini yig'ib, xalqiliq minerallar sohasi haqida yig'in ochgan va 10 necha turli kelishim imzolangan. Amerika hukumat torbitida bildirishicha, Amerika hukumati 4 fevral Xitoy hukumati kozir qilayotgan va dunyoni tiz biktirish uchun qurol sifatida foydalanayotgan xalqiliq minerallar va seyrak to'pi masalasini hal qilish uchun 54 davlat va Yevropa Ittifoqi komitetining vakillari, tashqi ishlar ministri va ministr darajalik amaldorlari qatnashgan boshliqlar yig'ini o'tkazgan. Mazkur yig'inda xalqiliq minerallar va seyrak to'pini ta'minlash zanjirining ko'p xilligi va hamkorligini oshirish maqsad qilingan bo'lib, 11 turli kelishim imzolangan. Mazkur yig'inda so'z qilgan Amerika tashqi ishlar ministri Marco Rubio ta'minlash zanjirining Xitoydan iborat birli davlatning qo'liga markazlashib qolganligini va bu butun dunyo birlikda taqobil turishga tegishli yer shariviy masala ekanligini ta'kidlagan. Amerika Avam palatasi o'xshash kunda xalqiliq minerallarning yetakchilik o'rni qonun loyihasini ma'qullagan bo'lib, bu qonun loyihasi Amerikaning xalqiliq minerallar ta'minlash zanjiridagi turli ojiz nuqtalarni hal qilishni maqsad qiladi ekan. Navbatda Xitoyning seyrak to'pi monopolligi har qaysi davlatlarning jiddiy hal qilishga tegishli masalalardan biri bo'lib qolgan. Yevropa iqtisodiy taftish mahkamasi dushanba kuni e'lon qilgan yangi dokladida Yevropa Ittifoqining xalqiliq xom ashyo ta'minotida yanada Xitoyga og'ir darajada tayindiganligini, importga beqinishni azaytish jihatida ilgarilashning cheklik bo'layotganligini, buning strategiyalik xavf shakllantirganligini ta'kidlagan edi. Hürmetli körürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.